Televizorda yolg'on xabarlar ko'payib ketdi. Zombi apokalipsis? Yo'q, nima deyishyapti? Televizorda ham endi nima qilishsin ular, endi prosmotr uchun nima qilsa ham qilishadi. Yo'q, o'chirib qo'yayinda bo'ldi, yo'q. Of, o'zi 10 bo'ldi. Of, 10 tursa o'chiraman. Men televizorni shunaqada. Yo'q, soat necha bo'ldi? Yo'q, telefon olishim kerak-da, shu vatafa. Hozir soat qora, shu soatni ham tevaga qo'yib qo'yganman. Shu soatni pastga olib chiqib qo'yish kerak-da. Endi undan 2 bo'ldi, yo'q. Televizor hozir aytdimanda kayfiyatim buzildi-da do'stlar, yo'q, qanday tushaman, mana. Aytdimanda kayfiyatim buzildi. Yo'q, hammaga salom bolalar, men sizlar bilan Faker ben. Yangi videomga xush kelibsiz do'stlar. Kanalga like va obuna bosib qo'yinglar. Video boshlamasdan ko'raychi do'stlar. Oxirgi zamon deydimi, bir zombi apokalipsis deydimi, odamlar ham kontent uchun, prosmotr uchun, pul topish uchun nima qilsa ham, nima video bo'lsa ham chiqaraveradi ekan-da, yo'q. Svetni yoqib qo'yaylik endi, yo'q. Qo'lim yetarmikin, davay simida bitta bossa bu yoqiladi, lampochka shunaqada. Olmam ham, ovqatim qolmabdi, yo'q. Svetni bunday o'chirib qo'ysam bo'lardi, bunday qo'ysam bo'ladi. Esdan chiqib qolibdi, uzr. Короче, endi do'stlar, qanday yaxshi havo, lekin aytdimanda kayfiyatim buzildi-da, yo'q. Hozir sizlarga mashinamni ko'rsataman. Zo'r mashinam bor-da, men hozir sizlarga ko'rsataman. Wow, mana qaranglar do'stlar, Jeepda bu haqiqiy Jeep, lekin bitta minus taraf bor do'stlar. Mashinam buzilib qoldi. Yo'q. Benzin bor, to'g'ri do'stlar, lekin mashinam yurmayapti. Balonlarni teshilib, pachag'i chiqib ketib, ichlaridan motor kuygan. Jicha haydavdim. Короче, Xitoydagi ekan-da. Hozir wow, yo'q. Nega ham yo'q tuman? Yo'q. Jicha, lekin boyagi xabarim vahimaga solyapti-da boru. Bu tumanni boyagi televizorda ko'rgan xabarim ham vahimaga solyapti-da do'stlar. Yo'q. E'tibor berish kerak emas, короче. Balki o'zi bugun tuman nima edi, uylarga tumanga to'g'rimi do'stlar? Endi har kuni aytaman tuman bo'lishi mumkin. Hozir mana polizimni tozalab do'stlar, hozir jicha televizor ko'rib yana o'zim ishlarimni davom etaveraman. Do'stlar, sizlar esa kanalga tezroq like va obuna bosib qo'yinglar. Do'stlar, iltimos, kanalimga 1000 ta obunachi qo'yaylik do'stlarim. Mana shunchaki ekamiz va endi ikkinchisi qoldi, sabzi. Buni merga topshirsaylik, hammasi joyida bo'ladi. Yana kartoshka, o'zi tez tozalayman men. Lekin do'stlar, sizlar yo'q, nima deyapman, botemizdan ikkitadan davay. Bo'ldi, naryoqi meniki emas, короче. Bo'ldi. Qo'shni ikkalamiz bitta qo'yamiz-da do'stlar. Mana ikkita tashlaymiz hozir. Ikkita tashlaymiz. Davay. Ana bo'ldi endi do'stlar. Mana bo'ldi, ishim bitdi men esa do'stlar, suvni ichida tushib qolgan bo'lsa olamiz, endi buni merga topshirib kelamiz. Davay, merni uyi qayerda edi? Do'stlar, to'g'risini aytsam, yaqinda bu qishloqqa ko'chib keldim. Mer kelsam bo'ladimi, mer? Gel. Короче, mer bilmayapsizmi? Qarasangiz hamma yo'q shu tumanda. Bilmadim endi, bugun havo g'alati rostlanib. Mana qolgan qarasangiz, shu televizorda ham yomon zombi apokalipsis eshitdim. Shunga ishonib o'tiribsanmi, Faker? U bo'lmaydigan narsa-ku. Ishonganim yo'q, shunchaki endi. Manalarni nimangizni olib keldim, ovoring, poliz tozalab keldim. Yaxshi, ber. Короче, Qanchaga chiqdimi, to'g'risini ayt. ikkita chiqdi. Oyligini olaman. Yo'q, nega ham aytdim? Nimaga ham aytdim? Yo'q, tashlab kerak. Короче, do'stlar, mayli, hozir uyga kirib jicha televizor ko'rayin. Do'stlar, yaqinda mashina oldim, televizor oldim, uy oldim, bitta telefon olmayapman do'stlar. Yo'q. Hozir jicha televizor ko'rib o'tirayin, svetlarni yoqamiz, sara shu. Endi jicha televizor ko'rib, mazza qilib o'tiramiz. Yo'q, yaxshi narsa ham ko'rsa bo'ladi ekan. Mana televizorda faqat yomon yangiliklar bermasdan. Yo'q, kim taqiladi-ya? Yo'q, hozir chiqib ketyapman hozir. Kim edi bu? Men politsiyaman. Yo'q. Politsiya? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Bitta yomon ish qildim, o'zim mashina yaqinda oldim, shu narsa prava yoki jarimaga tushdim. Yo'q, unaqa narsalar yo'q. Nimaga keldingiz? Короче, zombi apokalipsis rostdan ham bo'lyapti. Nima? Yo'q. Shunga sizning yoningizga keldik. Bitta siz bu yerda aqlli ekansiz, sizga qurol tashlab ketamiz. Meni vertolyotim bor edi, unda odam tonna
to'ldi kanatchi odam. Biz albatta sizlarni qutqargan kelamiz. Ungacha siz himoya qilib turing, o'zingizni qurol tashlab ketamiz. Nima? Qishloqlar ham qoldimi? Ha, qishloqlar ham qoldi. Ularga jon yetmadi. Iltimos, men haligi teva uchadigan olib ketaraman. U yer ham to'lgan. Nima? Demak, ha, mayli. Siz axir armiyada xizmat qilgansiz ekan-ku. Ha, bir oylab borganman, bir oylikka. Ha, zatto borgansiz ekan-ku. Shunga sizga qurol tashlayapman. Ay, yo'mayo. Do'stlar, endi nima qilaman do'stlar? Xullas, mashinam ham qochib ketay desam, mashinam ham buzilgan. Do'stlar, qarochi aytishi bo'yicha o'rmonda ham zombilar, vertolyot to'lgan ekan do'stlar, odamlar bilan. Albatta qutqarishga kelaman deyishyapti, lekin do'stlar, hammani ogohlantirib chiqishim kerak. Davay do'stlar, hamma narsani olib bunker qurishimiz kerak. Yo'mayo, hamma narsani olish kerak do'stlar, hamma narsani. Yo'mayo, nima bo'ladi endi? What the fuck? Kerak emas qarochi. Yo'mayo, nima qilaman endi qarochi? Buni boshim yuraman. Voy. Yo'mayo, do'stlar. Do'stlar aytishi bo'yicha voy, nima qilaman endi do'stlar? Voy, davlat to'lgan ekan do'stlar, meni olib ketay desa, hamma qishloqlarda ogohlantirib chiqaman. Qarich ayda qurol do'koni bor edi, davay qurolni hammasini olaman, faqat pulga emas. Salom. Haykal, senmiding? Ha, men edim. Qarochi, hamma qurollaringni ber. Nima, boyib ketdingmi? Yo'q. Qarochi, qishloqqa politsiya keldi. Nima? Toza qurollarni yashirishga yordam berib bor, bekitaylik. Yo'q. To'xta, sen noqonuniy yarasda qurollaring. Ha, politsiya ketdi. Xudoga shukr. Qarochi, qurollaring hammasi menga ber. Nega? Qarochi, qishloq zombi apokalipsis bo'lyapti. Hozir gaplashishga vaqt yo'q, vaqtimiz oz, hammasini ber. Yo'q, bermayman. Tushun axir. Qishloqda zombi apokalipsis bo'layapti. Otib yuboraman hozir. Tushun, hozir hammamiz o'lamiz, tezroq ber. Yo'q. Vaqtim yo'q sen bilan jab tortishga. Biz bunker hali qurishimiz kerak. Men otishni bilaman. Men yaramas. Voy, jahl ustida nima qilib qo'ydim, yo'mayo. Jahl ustida nima qilib qo'ydim. Baribir do'stlar o'zi bermasdi-da. Bermasdi, gapimga ishonmaydi baribir. Bo'lar ish bo'ldi. Uni eshitsam odamlar hamma bir-birini o'ldiradi. Lekin men unday emasdim. Yo'mayo, bularda o'qlari qani? Yo'mayo. Yaxshi avtomatlar, kuchli avtomatlar bor ekan, lekin ularda o'qlari qayerga yashirgan bo'lishi mumkin? Yo'mayo, hammasini olamiz do'stlar, mana pullarimga hammasiga ovqat olamiz. Ularda endi pul bo'ldi, ovqat do'konchidan otmayman. Pulimga olaman uni do'stlar. Yo'mayo, lekin bularda o'qini mayli hozir topishga vaqt yo'q. Juda ham tez bo'lishimiz kerak. Qo'shnilarni hali ogohlantirishim kerak. Vaqt oz do'stlar. Yo'mayo. Qarochi, birinchi o'rinda ovqat olib kelaydi. Tezroq ovqat do'koni mana bu yerda edi. O'zi endi yaxshi hayot kechiraman deganimda endi ko'chib keldim. Salom. Fakkan, yaxshimisiz? Qarochi, menga hamma ovqatingizni bering. Qolmasini. Nega? Qarochi, qishloqda zombi apokalipsis boshlanyapti ekan. Fakkan, shu gaplarga ishonyapsizmi? Shaxsan politsiya o'zi kelib aytib ketdi. Fakkan, qo'ysangiz-chi endi, birov unaqa hamma gapga ham ishonavermaydi. Qarochi, sizlarga gapirga foyda yo'q. Sizlarni men ogohlantiryapman, shunchaki o'lib ketasizlar, tushuninglar axir. Siz qarochi, anlamasdan maymononi qarochi, pulni hammasini oling. Ko'p bervardingiz. Yo'mayo, hozir vaqt yo'q vobshi. Ana shu pullar lekin nasib qilmaydi. Qarab turasiz. Vobshi nasib qilmaydi. O'lib ketganingizdan keyin gaplashamiz. O'lsam qanday? Qarochi, gap unchalik gap ketyapti, maymonani qarochi. Xullas, siz ogohlantirdim men keyin. Yo'mayo do'stlar, ogohlantirgandim lekin hech kim ko'nishmayapti-ku do'stlar. Mayli endi merga aytib ko'raychi. Yo'q, Jitel, yaxshimisan? Jitel, uxlayapsanmi? Gapiraver. Qarochi, kecha dam olib gapirsam maylimi? Qarochi, Jitel, qishlog'imizda zombi apokalipsis boshlanyapti ekan. Fakir, hamma gapga ishonavermaydi, bro. Senlar tupoy bo'lib qolsa, toza tupoylar. Bor-e. Yo'mayo, toza tupoylar. Bularga gapirgan foydasi yo'q. Bir ogohlantirsa ham bir narsa bularga. Mer.
Короче, qishloqda zombi apokalips boshlanyapti. Qo'ysangchi Fakir, ishonavermaydi. Sizga barcha emas, короче. Jitel. Zombi apokalismi? Ha, bildingmi? Ishonaman men unaqalarga. Shaharda bir bo'lgandi. Ha, men bilanmisan? Albatta. Короче, bunker quramiz. Sen hozir shu yerda turib tur. Короче, hammani aytib berdim, hech qaysi ishlamadi, bo'ldi. Demak, ekamizmiz, do'stlar, hech qaysi ishlamadi, yo'may, ular to'poy bo'lib qolganmi? Yo'mayo, politsiyachi aytib ketyapti, o'zi hattoki qurol ham menga tashlab ketyapti-ku. Voy, yo'mayo, hozir do'stlar bitta joy bor edi, zo'r joyda, asherdan hozir mana. Jitel, yaxshimisan, sovqotmayapsanmi? Yo'q, zo'r bo'lgan qo'rqing Fakir, boradiz. Ha, Jitel, menimcha kelganga o'xshashadi, zombilardan ovoz kelyapti-ku, Jitel. Yo'q. Kamilga ular aqlli zombilarda, Jitel, bir xilgilarda qurol bor, bir xilgilarda yo'q. Yo'q. Politsiyachi aytdi ham, televizorda ham ko'rdim. Yo'may, men ham boshi ishlamadim boru, yo'mayo, mayli, lekin zato bunker qilishga ulgurdi, lekin afsuski mer hammasi o'ldi, Jitel. Afsusdaman juda ham. Men ham. Lekin ularni ogohlantirdim. Mayli, Jitel, sen chiqmagin, bo'ptimi? Okey. Ha, mayli, yopib qo'yaylik, do'stlar. Do'stlar, atrofni tozalamasa bo'lmaydi, do'stlar. Balki mashinamni tuzatarman, nima, do'stlar? Balki men do'stlar, lekin mashinani tuzatishni bilaman. Zombilar. Nega qochishim kerak emas, do'stlar? Qurolim bor-ku. Nima zombilar turibdi? Yo'mayo, zombilar turibdi. Yo'mayo, qurolim bor-ku, axir himoya qilishim kerak qishloqni va qishloqni va meni. Yo'mayo, o'zimni ham. Davay, yo'mayo, tegmayapti-ku. Davay, otish kerak. Yo'mayo, nega yaxshi otuvchi emasman-da, lekin bir oy xizmat qilganman, lekin do'stlar, cho'ta bularda qurol yo'q ekan, sezishmayapti meni. Bu yaxshi, davay. Bu normaliy. Хорошо. Do'stlar, o'ldirdim. Lekin o'qim qolmadi, do'stlar. Kalashdi do'stlar, o'q sotadi, pistolet sotadigan nimasida albatta o'q bo'lish kerak. Faqat men qayerdaligimni bilmayman, albatta to'xtanaman. Hali deniylarim turibdi, ichida zombi yo'qmi? Yo'mayo, eshikni ham ochiq qoldiribman-ku. Yo'mayo, hech kim yo'qmish qilib. Yo'q, хорошо. Issiqqina uyimga ham keldim. Lekin hammasini olib ketish kerak, ichida dam olayda. Shunaqa qo'rqdim. Do'stlar, otganda yuragim duk deb zombilar. Agar meni ichda olishsa, o'lib ketaman-ku. Shu tarafini o'ta ham ehtiyot bo'lish kerak. Yo'mayo. Qurolni olamiz. Davay, sondig'imda hech narsa yo'q, lekin do'stlar, qurolni albatta to'xtatib ko'rish kerak. Hamma yoqda qidirib, haligi balki magazin ichida ikkinchi mayog'ida ham bir narsa ko'rgandek bo'ldim. Soat 20:00 bo'libdi, do'stlar. Yo'mayo, avvalalikda o'zim uyim pastga bunkerga bu juda ham soat kerak bo'ladi. Yo'mayo, qolgan narsalarni ham pistoletim esimdan chiqibdi va bizga yana nima kerak edi? Yana bizga narsalar kerak bo'ladi, do'stlar. Yo'mayo, do'stlar, to'g'risini aytsam juda ham ishga, lekin qo'rqyapman, lekin Jitel o'zi qolgan, do'stlar. Unda qurol tashlab ketmaganman. Yo'mayo, chiroqni o'chiraylik, nima kerak bor endi chiroq. Stollarda olamiz, konkret ikkita qishloq ekamizga. Qolgan Jitel afsuski menimcha o'ldi, do'stlar. Balki tirik qolganlari ham bordir. Keyinroq televizor sinib ketdi. Yo'mayo, televizor endi xabarlar ko'ra olmayman. Yo'mayo. Mayli endi do'stlar, hamma yo'q, hech narsa yo'qmi? Davay, chiroqlar keyinroq olamiz. Tezroq, maksimalni tezroq harakat qilishim kerak, qochish kerak. Yo'mayo, hech kim yo'qmi? Yaxshi, zombilar cho'ta ko'rinmayapti. Menimcha hali hammasi ham yetib kelgan yo'q, do'stlar. Menimcha ham hali hammasi yetib kelgan yo'q. Qorin ham oshib ketdi, do'stlar. Tezroq. Yo'mayo, yana kelishibdi. Yo'mayo, davay. Do'stlar, yo'mayo, bularni otmay tezroq tushish kerak. Yo'mayo. Fakir, sog'misan? Ha. Qarich, uyimdan mebellarni olib keldim. Yaxshi-ku. Da, endi unchalik qiynalmaymiz, Jitel. Nari kelishchi
pistolet o'qlari oz qoldi. Senga aytib berdim, nimani o'ldirganimni. Nima qurol sotuvchini. Aytib beruvding. Короче, ashini короче o'q oz qoldi. O'q sotmaydimi? U sotadi. Lekin men topolmadim-ku. Unda yer tagida sotadi. Ana yerda bitta shuqlasa yashana turgan bo'ladi. Yo'q-e. Yo'q, marit qilib qoldim-ku. Rostdanmi? Yashana turgan bo'ladi Bekir. Bir qidirib ko'rmaysanmi? Unda jital ikkalamiz ham chiqishimizga to'g'ri keladi. Sen men ko'rsatasan-da. Lekin qo'rqaman men. Senga ham qurol beraman. Qurol otishni bilasan-ku, to'g'rimi? Oldin o'chopsan otganman. Egallang oyog'im o'cha qanaqa o'chopsalat. Yo'ptim, yonib ketay dedim-ku. Короче, go'sht qorni ochib ketdi-yu, go'sht yeb olay. Hammaga xayr bolalar, shu videodan ko'rsalar albatta ikkinchi qismini kutinglar.